sizlarga ma'qul bo'ladi va xush kelibsizlar deymiz. Nasib bo'lsa ana bugun yangi iqtidor sohiblarini sahnada ko'rasizlar va olqishlab turamiz va albatta qarsak. Assalomu alaykum o'quvchilar va o'qituvchilar. Sizlarni 12-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumiy ta'lim maktabida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun juda ham ajoyib kun. Aynan bugun maktabimizning eng taniqli bolalari mana shu sahnada jam bo'lishadi. Kutib oling. Sahnada baraban cholg'u ustasi 8-B sinf o'quvchisi Ne'matov Nizomli. Barchamizning yuragimizda bitta iqtidor, bitta talant bo'ladi. Ba'zi birlar insonlarda iqtidor yoshlikka olmoqchi, ba'zi birlarda esa ulg'aygancha bo'ladi. Asosiysi iqtidor qachon ochilishi emas, asosiysi iqtidordan vaqtida foydalanib qolishdir. Bo'ling, yana bir iqtidor sohiblari Naqshi Buxoro raqs ansambli. Sarık saçlarımı uzun urayman, kalbimde ko'p gapiraman, men seni tanimayman. Sarık saçlarımı uzun urayman, yetadi bo'ldi gapiraman, men seni tanimayman. Qilding deydi divona, gap so'zlar ertakona, hech kim bilmasin ko'rishaylik deydi pinhona. Voy mana nima deyapti, ensalarim qo'dyapti, bo'ldi baland